Assalomu alaykum. Men bugun sizga payg'ambarlarimiz haqida va payg'ambarlar kimlarligi, payg'ambarlar qay tariqa saylanishi, payg'ambarlarning mo'jizalari haqida sizga so'zlab bermoqchiman. Payg'ambarlar kimlar? Allohning biz kabi bandalaridir. Ular ham Odam alayhissalomning farzandlari bo'lib, tug'ilishidanoq Allohning panohi va himoyatidagi oqil va jismonan sog'lom, haqiqatgo'y va taqvodor, nuqsonsiz bo'ladilar. Yana bitta savol, ular qay tariqa saylanadilar degan savolga Jabroil alayhissalom orqali vahiy yuboriladi. Payg'ambar ushbu hukmlar kuchi bilan bandalarni haq dinga boshlaydi. Payg'ambarlarimizning mo'jizalari haqida ba'zi payg'ambarlar duoning kuchi bilan tosh ichida tuya chiqaradilar. Ba'zi payg'ambarlar olovga tushganda ham zarar ko'rmaganlar. Ba'zilari tushlarni to'g'ri ta'bir qilganlar. Ba'zilarining qo'lidagi aso ajdarhoga aylangan. Ba'zilar esa o'liklarni tiriltirganlar. Ba'zilari o'z taomini bir necha 100 kishiga yetarli barakali qilganlar. Ba'zilari bilan hayvonlar tilga kirib so'zlashgan. Ba'zilarining qo'l ishorasi bilan oy 2 bo'lakka bo'lingan. Bularning bari haqida kitoblarda batafsil bayon qilingan. Yana bir savol, Hazrati Odam alayhissalomning zamonlaridan beri dunyoga qancha payg'ambar keldi? Ularning qaysilari bizga ma'lum? Ulardan Qur'onda yo hadisda zikr qilinganlarigina bizlarga ma'lum. Qur'oni Karimda 25 nafar payg'ambarning ismi bayon etilgan. Bular Odam, Idris, Nuh, Hud, Solih, Ibrohim, Lut, Ismoil, Ishoq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shuayb, Muso, Horun, Dovud, Sulaymon, Yunus, Ilyos, Zakariyo, Yahyo, Alyasa, Zulfikil, Iso, Muhammad sallallohu alayhi vasallamdir. Aziz, Luqmon va Zulqarnayn hazratlarining nomlari ham Qur'onda bor, lekin ularning payg'ambarliklari taxminiydir. Ba'zilar ularni avliyo deb hisoblaydilar. Qur'oni Karimda zikr qilinmagan, lekin nomlari ma'lum bo'lgan payg'ambarlar ham bor. Bular masalan Shish, Yuasha, Hizr, Bashir, Doniol, Ishmuil, Ashiyo, Hiroqul, Jirjiz, Jaquq, Hamzola kabi payg'ambarlarimizdir. Eng dastlabki payg'ambarimiz Hazrati Odam alayhissalomdir. Dunyodagi eng oxirgi payg'ambarimiz esa Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizdir. Muhammad alayhissalomdan so'ng ham yana payg'ambar tushadimi degan savolga qiyomat kunigacha o'zga payg'ambar chiqmaydi. Islom dini to qiyomatgacha boqiydir. Jami payg'ambarlarning tarixiy bayonlari Qissasul Anbiyo nomli kitobda bitilgan.